Yildan yilga ozuqaga talab kuchayib boraveradi o'rtoqlar. Nimaiki shunaqangi bir baliq, parranda, mol, qo'y, sabzavotlar yetishtirsangiz, xudo xolasa yildan yilga ozuqaga talab kuchayib, mahsulotingiz ketaveradi. Qo'qish kerak yo'q. Qo'rqqan odam nima deydi? Chumchudan qo'rqqan tariq ekmaydi deydi. Xuddi o'shanda любой ishda ham mutaxassis bilan gaplashib, yo'l yo'rini o'rganib boshlasangiz yutasiz. O'zingizdan o'zingiz ag'dan-bag'dan cho'qib bo'ladigan bo'lsangiz, unda yutqazasiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda uy sharoitida intensiv usulda baliq boqish haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Bugungi maslahatim, bugungi tavsiyam hozir mana yanvar oyida turibmiz, xudo xolasa bu yog'i lichinka sezoni ham kelyapti. Havolar isib, kunlar isib qolsa, lichinka sezonini boshlaymiz. Uy sharoitida kimda-kim baliq boqaman deydigan bo'lsa, manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasida. Video tagiga telefon raqamini qo'yib qo'yaman. Telefonni ko'tarmasam xafa bo'lmanglar. Bir og'iz kirib, shunday Telegramga kirib, nomer saqlanib qilib Telegramga kirib, xohlasalar Telegramdan o'sha Ilon baliq deb kanal ochib qo'yganman. O'sha yerga kirib o'rganib olsalar bo'laveradi. Juda ham bir qiziqadigan bo'lsalaring, lokatsiya deb yozib qo'ysinlar, xudo xolasa lokatsiyasini tashlab qo'yaman o'rtoqlar. Kelib bemalol xonadonda o'rganib ketishingiz mumkin. Ismim Ikromjon o'rtoqlar, tanigan bilganlarga kattakon salom. Xo'sh, bugun sizlarga do'stona tavsiya qiladigan, do'stona maslahat beradigan bo'lsam, hamma narsada ham o'ziga yarasha mashaqqati, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi, o'ziga yarasha sir-sinoti bo'ladi. Xo'sh, bugun sizlarga o'rgatadigan bo'lsam, baliqda, ilon baliqda kimdir masalan ko'chadan sotib olishi mumkin, kimdir bozordan sotib olishi mumkin, kimdir hovuzdan sotib olishi mumkin, kimdir ko'ldan sotib olishi mumkin, kimdir xonadondan sotib olishi mumkin. Endi uni ham o'ziga yarasha sir-sinoti bo'ladi o'rtoqlar. Bozorga chiqqan baliqlar o'rtoqlar iste'molga chiqqan baliqlar hisoblanadi. Baliqni suvdan ko'targaningizdan keyin infeksiya yopishiladi. Infeksiya, bakteriya, viruslar yopishadi. O'shaning uchun suvdan ko'tarilgan baliqni iloji boricha o'zini nima deydi? Sir-sinoti bor, o'sha chiroyli qilib olib boriladi. U bozorga chiqqan baliqni uyga borib boqib bo'lmaydi. Kasallarni usti oqarib, kasal bo'lib ketadi. Keyingisi beton hovuzda turgan baliq o'rtoqlar uzog'i 1 kun 2 kun turadi xolos. O beton hovuzda beton mazani qochib qo'yadi. Nafaqat baliqda, hayvonda, insonda, tirik jonda borki, betonda mazasi qochadi o'rtoqlar. Kasal bo'ladi baliq. Betonda turgan baliqni hech qachon olmanglar. Ha, bugun olib chiqdim, yarim soat bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, kerak emas. O betondagi baliqni sog'lom baliq hisoblanmaydi. Iloji boricha o'sha sotuvchilar ham 3 kunda ichida yo'qotishga harakat qiladi. 3 kundan keyin o'sha shoshib qoladi. Xaridor topib, narxini arzonlatib, narx arzon qilib beraman, mana sizga narxini tushib beraman, unaqa bunaqa qiladi. O kerak emas. O kasal baliq olib turgan bo'lasiz. Iloji boricha suvda usti qorayib, yaltirab turgan bo'lsa, o'sha haqiqiy sog'lom bo'ladi. Bodri deydi endi qishloqchasiga, bizning sharoitda o'sha zo'r degani. Endi men bodri qishloqchasi bodri endi o'zbekchasiga o'sha o'zimiz tilda zo'r deydi, eng a'losi deydi. O'sha usti yaltirab qorayib turgani, ko'karib turgani bo'lsa, mana shu shunaqa baliqni olish kerak. Keyingisi o'sha yo'lda bo'ylariga ovchilar ko'tarib olib chiqadi. Ovchilar hech qachon u baliqni ehtiyot qilib, avaylab sizga palonchi akam, pistonchi akam keladi, o'shanga balig'imni saqlab turibman, o'shanga sotaman deb olib chiqmaydi. U xaltada dimlanadi. Birinchidan xaltaga soladi, ikkinchidan qo'lda ovchilar qalmoqda to'rda ushlaydi. Bu jabrasiga to'r yoki qalmoq tekkandan keyin, bir narsa tekkandan keyin baliq qaytib o'zini holiga kelmaydi. Kasal bo'ladi, yuradi, yashamaydi emas, yashaydi. Bir hafta, 10 kun, 15 kun yashaydi. Undan keyin baliqda o'zini holatini yo'qotadi. Ertaga telefon qilasiz. Ikromjon, balig'im u bo'lyapti, bu bo'lyapti, kasal bo'lyapti. Qanday davolasa bo'ladi? Kasallikni davolasa bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin oldini olgan yaxshi. Ertaroq oldini olsangiz, o'shanda yutasiz. Xo'sh, shunaqa gaplar. O'shaning uchun iloji boricha bitta narsa ishni boshlashdan oldin mutaxassis bilan gaplashib, kichkinami, kattami o'sha odam bilyaptimi? Demak, o'sha odamdan yo'l yo'rig'ini o'rganish kerak. Maktabda masalan o'qituvchi ustozlar bo'ladi-yu, haligi siz ham endi birinchi marta o'rganyapsiz-da, baliqni birinchi marta boqyapsiz. Endi oldindan boqib yurgan bo'lsangiz ekan, tajribangiz bor, praktikangiz bor. Lekin birinchi marta boshlab turgan bo'lsangiz, manzilini, uyini bilib, masalan, qiyin emas. O'zbekistonda masalan Namanganda yashayman, Andijon Farg'ona bir qadam, yarim soat, 1 soatlik yo'l.
voha taraflardan kelaman desalar, mana poyezdlar bor, arzon, 300 ming, 400 mingga olib kelib qo'yadi. Endi yengil mashinada o'zingiz ham gaz quyib kelsangiz bo'ladi, endi charchab qolishingiz mumkin. O'shaning uchun kelib o'rganib bemalol juda haligi nima dedi, imkoniyatingiz bo'lmasa, Telegramda ilon baliq deb kanal ochib qo'yganman. Mana shu video tagida yozib qo'yaman, ilon baliq deb. O'shanga kirsangiz, tepaga chiqsangiz, ko'rib tomoshlab chiqsangiz, odamlarning uy sharoitida basseyn qilishi, hovuz qilishi, baliqni boqishi, ko'paytirishi, hammasini o'rgatib qo'yganman. Nima deydi? O'rgatgan narsamni menga telefon qilib qaytadan so'ramanglar, iltimos. Chunki men bitta emas, sizlar milliontasizlar. Bir kunda salkam 400 ta, 500 ta, bori yana 1000 tagacha odam telefon qiladi. Har bittalaringga 1 daqiqadan vaqt ajratganimda uncha vaqtim ketib qoladi. Shuning uchun iloji boricha o'sha Telegramda kanal ochib qo'yganman. Bepul, besplatni kirib bemalol o'rganib chiqsangiz bo'laveradi. Ahlingiz yetsa, sharoitingiz bo'lsa, uyda, xonadoningizda farqi yo'q. Zakaningizmi, zovuringizmi, ko'lingizmi, qayda bo'lishidan qat'iy nazar suv joy bo'lsa bo'ldi. Ozuqasi tekin. Atrofingizda bitta qassobxona bo'lsa, sizga yetadi. O'sha qassobxonadan chiqaytirgan at-qut go'shti o'zi yetadi. Jigari, qora tolog'i, o'pkasi, 300 grammdan keyin ichagini ham yeydi, bersangiz bo'laveradi. Hidlangan, achigan, sasigan narsani yemaydi. Sizga yana plus taraflari, buni chetga eksport qilsangiz bo'laveradi bemalol. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlik akalarimiz bo'lsa ham bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Bir kishiga rushnoyga tamoshnida 20 kilogacha ruxsat bitta insonga. 2 kishi kelsalar 40 kilo, 3 kishi kelsalar 60 kilo qilib olib ketsa bo'laveradi. Agar yo'q ko'proq ob'yomda o'tib ketaman desalar, ko'proq ob'yomda veterinariyada o'sha dokument beriladi. Baliq sog'lomligi haqida forma 1mi, forma 2mi degan dokumentlari bor. O'shani dokument qilib beraveramiz. Uni o'zimiz qilib beramiz. Kelib olib ketsangiz bo'laveradi bemalol. Xo'sh, bu baliqni ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Bitta ona, bitta ota baliqdan ajratsa bo'ladi. Xo'sh, ota bilan ona baliq 1 yilda 2 marta ikira tashlaydi. Haligi ko'chada unisi bunisi, mana onasi o'g'il bola, mana onasi qiz bola deydi. Men birorta shu paytgacha shogird chiqarmaganman. Kakbolojdan meni birortasi kelib duoyimni olib ketmagan. Xudo xolasa kelsangiz, inshaalloh mana shu yerda ko'rib o'rganib, o'zingiz boqib keyinchalik o'rganib olsangiz bo'laveradi. Bu sohani men o'rganganimcha уже 7 yil, 8-yil ketyapti. Mana shu baliqni o'rganib, takomillashtirib, kechasi uyg'otib shu baliq haqida savol bersangiz bemalol javob beradigan darajaga yetishimga уже mana ancha vaqt ketib qoldi. Endi o'sha ancha ketgan vaqtimni sizlarga hozir mana 7 daqiqa, 8 daqiqalik videoni sizlarga joylab, ko'rsatib, o'rgatib beryapman. Endi shuni ham oxirigacha ko'radigan bor, oxirigacha ko'rmaydigan bor. Qo'llab-quvvatlab, like boslangan shart emas u. Menga shu baliqni boqib o'rganib, nima deydi? Xonadoningizda, bola chaqangizga, yeb-icharingizga o'sha moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan nima deydi? Xursand bo'lsalar ham bo'ldi. Menga ortiqchaligi mulozamat, ortiqcha bir qarsakvozlik, ortiqcha bir dabdaba, kanday sunday deydi, unaqa narsalar kerak emas. Masa qilsalar ham bo'ldi. Shu baliqni boqib, miyalang dam oladi bir tarafdan, ikkinchi tarafdan daromad. Nima deydi? Yaxshi narsa qo'yingki, baliqda ancha ish qilsa bo'ladi. Baliqdan o'rtoqlar boqqan odam ham foyda ko'radi. O'rtada uni olib borib sotgan ham, bozorda sotgan odam ham foyda ko'radi. Bozordan olib turib, olib borib choyxonaga borib turib, qo'g'irib sotgan ham foyda ko'radi. Bu yerda ko'ryapsizmi? Nechta odam o'zi foyda ko'ryapti. O'shaning uchun haqiqiy nolini topish kerak. Buni o'sha boshini topish kerak. Boshini topsangiz, mana haqiqiy egasi ekan. Mana bola mana haqiqatan shuni o'rgatyapti. Gapi rost ekan deb turib, endi to'g'ri yo'q emas bor. Telefonda masalan bitta narsa O'zbekistonda bitta video chiqarsangiz, darrov ertaga 4 qator she'rni yodlab olib turib, men shoirman deb turib, haligi qo'liga daftar ruchkasini ko'tarib olib, bunaqalarni ham ko'rdik. Unaqalar uzoqqa bormaydi, ko'pga bormaydi. O'shaning uchun haqiqiy mutaxassisni topib, 4 ta nonni olib turib, 1 kilo go'sht bilan eshigini taqillatib kelsangiz, masalan, hech qachon bor yo'qol ket senga o'rgatmayman demaydi. Hamma ham o'rgatadi qo'ldan kelgancha. O'ziga yarasha sir-sinoati bor. 6 oy boqasiz, 6 oy dam oladi. 6 oy ovqat berasiz, 6 oy o'sha yegan, bergan ovqatingizni yana 6 oy qishi bilan shuni hazm qilib chiqadi. Mart, apreldan oziqlanishni boshlaydi. O'sha sentyabr, oktyabrda havo sovishi bilan oziqani to'xtatadi. Kimdan kim qiziqaman desa, video tagida telefon raqamlari bor. Qiziqqanlar bo'lsa, o'sha kunlar isishi bilan savdoni boshlaymiz. Kelib olib ketishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.